azizlar, ajoyib bir muhitda yashayapmiz. Kundan kunga imkoniyatlarimiz, yutuqlarimiz ortib boryapti. Ammo lekin mana shunday yuksak taraqqiyotga, yanada porloq kelajakka erishishligimizda bizlarga to'siq va rahna bo'ladigan bir holat jamiyatimizda afsuski kuzatilib turilibdi. Biz nima haqida so'z yuritmoqchiligimizni angladingiz chog'i? Poraxo'rlik, korrupsiya. Bu shunday bir illatki, musulmon tomonidan bu aslo sodir bo'lishligi mumkin emas. Chunki Qur'oni Karim, Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning muborak sunnatlari va ijmoiy ummat uni harom ekanligiga ittifoq qilgan. Har bir mo'minman, musulmonman, menda iymon bor, menda diyonat bor, men yurtimni, vatanimni yaxshi ko'raman, uning kelajagi porloq bo'lishligiga, aholisi kundan kunga farovon bo'lib borishligiga intiqman, unga tarafdorman degan odam bu masalada nihoyatda teran, o'ychan, tafakkurli bo'lishligi lozimdir. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom Imom Ahmaddan rivoyat qilingan hadis sharifda pora beruvchini, pora oluvchini va hamda ikkalasining orasidagi vositachini la'natlaganliklarini ko'rishligimiz mumkin. Payg'ambar alayhissalatu vassalom tomonlaridan bo'ladigan la'natdan har bir iymonli odam uzoq bo'lishligi, o'zini undan uzoq tutishligi kerak. Buyuk ajdodimiz Nizomiddin Mir Alisher Navoiy ming jafo qilsa menga bir qatra faryod aylaram. Elga qilsa bir jafo ming qatra faryod aylaram. Ushbu go'zal misralarda bobomiz Nizomiddin Mir Alisher Navoiy o'z manfaatlarini jamiyat manfaatlaridan ustun qo'ymaslik, balki jamiyat manfaati birlamchi ekanligini, agar menga kimda kim zulm qiladigan bo'lsa, ming zulm qiladigan bo'lsa, bir qatra oq uraman, o'kinaman. Ammo elga bir qatra zarar yetkazadigan bo'lsa kimdir, men unga ming faryod qilaman deganlar. Ha azizlar, bu korrupsiya, poraxo'rlik jamiyat taraqqiyotining zavolidir. Bu balandparvoz gap emas, bu ayni haqiqatdir. Nega deysizmi? Ha. Bugun otasini yoki yana boshqasini ko'proq puli evaziga tanish bilish orqali bir o'qishga kiradigan inson ertangi kunni ma'lum bir lavozimini egallaydigan rahbar bo'lishligi mumkin. Yoki ustoz muallim, yoki-da insonlar salomatligini unga ishonib topshiriladigan shifokor bo'lishligi mumkin. Endi ana shunday avvaldanoq korrupsiya ustiga qurilgan, egri qadamlar ustida yashagan, ana shuni guvohi bo'lgan yoshlar katta bo'lganda, ular ham ana shunday yo'ldan yurmaydi deysizmi? Albatta yuradi. Shuning uchun biz hozirgi kunda poraxo'rlik, korrupsiyani taqiqlash, unga qarshi kurashishlik haqida ish olib borar ekanmiz. Jamiyatimizda go'yo bir tanu bir jon bo'lib, albatta ertangi kunda bu yaxshi, go'zal mevasini beradi. Alloh asrasin. Agar bu masalada hushyor bo'lmasak, bepisandroq bo'ladigan bo'lsak, ertangi kunimiz vayronaga aylanadi. Shoir aytadi-ku, go'zal axloqlarla boqiydir millat, nomlari o'chgaydir, avj olsa illat. Ha azizlar, bu millat, bu xalq bardavom bo'lishligi uchun, baxtiyor bir holatda davomli hayot kechirishligi uchun, ko'p yutuqlarga ega bo'lishligi uchun axloq go'zal suratda shakllangan bo'lishligi kerak. Qanchadan qancha millatlarni ko'rish mumkin. Axloq buzilganligi tufayli, ularda diyonat, odamiylik qolmaganligi tufayli yo'qlikka yuz tutgan. Alloh aziz xalqimizni halollik bilan, pokizalik bilan, ertangi kun oxirat masalalaridagi chiroyli o'ylar bilan bo'lib, go'zal qadam tashlashligimizni barchamizga nasib aylasin.